Agar siz 20 ga kirmagan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hammasiga tezda hozir bilan yashaydigan yoshda baribir uzoqqa bormaydi. Kirgandan keyin ishga bir haftadan keyin yuvib qoladi odam. Miyasida mundoq so'roq belgisi bo'lib turadi deb o'ylayman. Uzr-ku 20+ ham ko'p. Kerakmi yo kerak emasmi? O 4 yil vaqtini inson prosta musorga olib tashlaydi. Energiyasi bilan portlayotgan vaqti bo'ladi. Bu ham muhim, bu ham muhim. Teachingda men mazza qila olmasligimni hatto orada volontyorство ham qilib turish kerak-da. O'zi Razalskovskiy nima berdi? Result mehri berishi biladi. Protsess uni tayyor qiladi degan. Nimaga biz 16 yoshdan qabul qilamiz? Hech qayerdan ish so'rab yozmaganman-da. Hammaga assalomu alaykum. Agar siz 20 ga kirmagan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi mehmonimiz Shahidova Madina va Arzat o'quv markazida General Manager lavozimida ishlab kelayotgan xodimimiz. Bugun ular o'z tajribasi bilan bo'lishadi hamda hayotni o'zgartira oladigan qadamlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum Madina. Assalomu alaykum. Keling, birinchi mavzumizdan boshlaymiz. Ya'ni 16-20 yosh oralig'ida yoshlar nimaga urg'u berish kerak va qaysi qadamlardan o'tish kerak? Xo'p, umumiy aytadigan bo'lsam, ko'proq o'ziga fokus qaratish kerak. Ya'ni o'zi unga nima qiziq, nima xohlayapti bu hayotdan, o'z maqsadi bormi? Chunki hozirgi yoshlarni qaraydigan bo'lsak, ko'pi tupa ketishyapti, ya'ni qayerga ketayotganini bilmaydi. Hozir yoshlar ikkiga bo'la olmayman deyman. Takoy yoki tupa qayergadir ketyapti, bilmaydi qayerga ketayotganini, yoki bo'lmasam, prям shunaqa yoshlar bor, prям potensiali bor, bitta maqsad qo'yibdi, oxirigacha bosyapti. Ya'ni shunaqa bo'lish kerak. Конечно, hamma ham 16-17 yoshda bilolmaydi, unga nima kerak, nimada u kuchli va nimada kuchsiz, uni bilolmaydi. Uning uchun, конечно, o'sha skilllarni birinchi navbatda hozirgi bazaga aylanib boryapti. Ya'ni angliyskiy, o'sha hozirgi payt russkiy o'zi bo'lishi kerak va qo'shimcha tillarni o'rganish kerak va aytganimdek o'zini topishi uchun har xil sohada baribir ishlab ko'rish kerak. Ya'ni volontyorstvoga ham borib, opit olish kerak bo'ladi. Aha, zo'r. Lekinda hozirda ko'pincha yoshlarni ko'ryapman, pulga qiziqish juda ham kuchli. Da. Ya'ni hozir Instagram, TikTok, Telegramda chiqib ketgan, что pulni oson topa olasiz. Bunaqa summani topa olasiz. Nima deb o'ylaysiz shu mavzuda? To'g'risini aytaman, ko'rsam shunaqa darsliklar sotishadimi, boy bo'lib ketishi 5 siri, 10 siri, baxtli bo'lish sirlari ko'rsam kulgim keladi va qaysidir ma'noda jahlim ham chiqadi. Chunki hozirgi paytda masalan 16-15 yoshlar buni ko'rib ishonishi mumkin-da. Chunki nimaga hali aytganimizdek hali yengil, как nihol, endi maktab bitirgan, endi hayotga sekin-sekin qadam bosayotganlar bo'ladi-da. Ularda nima? Instagramda hamma tez boyib ketyapti. Tam 18-20 yoshda ko'ryapti, уже blogerlar misol uchun blogerlar uyalgan yoki nimadir qilgan, nimadir bo'lgan, ularni ko'rib, cho'taman orqada qolib ketyapman. Men уже samootsyenkasi qaysi ma'noda tushishni boshlayapti-da. Ya'ni как будто nimadandir quruq qolayotgandek. Lekin to'g'risi, balkim siri bordir, lekin men shu paytgacha va siri borligiga ishonmadim. Menimcha ham siri yo'q deb o'ylayman. Prosta bosish kerak, harakat qilish kerak, to'xtamaslik kerak deb o'ylayman. Shoshmaslik kerak yangilarni. Chunki hozirgi yoshda juda ham shoshqaloq, hammasiga tezda hozir deb yashashni birinchi o'ringa qo'yib qo'yishyapti. Xo'p, men intervyu o'tkazganimda, yangi xodim olish uchun shunaqa narsaga duch kelyapmanki, men bo'ldi ishlayman, qila olaman deydi-da, oylikni eshitadi-da, yokida tam испытательный срокni eshitadi-da, keyin hop deydi-da, уже undan keyin kirgandan keyin ishga bir haftadan keyin yuvib qoladi odam. Men o'zimni g'alati his qilaman bir xil paytlari. Chunki rostdan ham u yerda prям o'sish yo'li zo'r. Ya'ni o'qituvchilikda, sotuv menejerlikda, даже maosh tomonli ham keyinchalik 3 oy, 6 oy ichida yaxshi maoshga chiqish mumkin. Lekin meni savolim ularga, nimaga ketib qolasan yarim yo'lda, yo'lni boshida? Nima deb o'ylaysiz bunaqa odamlar haqida, bunaqa yoshlar haqida? Xo'p, ular menimcha, ya'ni o'zi hozirgi yoshlar, long term, ya'ni uzoq muddatga emas-da, как будто ular faqatgina hozir bilan yashaydigandek. Ya'ni boyagi gapirgan gapim, men hozir erishsam, hozir bo'lib qolsa, oson bo'lib qolsa, o'zimda realni olib qarasak, hozir konkurensiya juda ham kuchaygan. Yoshlarda, masalan, imенно Toshkentga ketadigan bo'lsak, hamma Toshkentga kelyapti va bor potensial ham hozir bizada.
va chunki hamma rivojlangisi kelyapti. Ochiq qarash kerak bu narsaga, realniy qarashimiz kerak. Bu bir tomondan yaxshi, konkurensiya o'sayotgani, ya'ni norma уже borgan sari balandlashib boryapti. Endi aytganimizdek, shunaqa paytda, ya'ni long term, ya'ni uzoq muddatga emas, hozir bilan yashaydigan yoshda baribir uzoqqa bormaydi. Nimaga? Chunki ularga birinchi navbatda pul muhim. Pul muhim bo'lgan odamda o'zini yaxshi ko'rgan kasbini topish qiyin bo'ladi va o'sishi ham qiyin bo'ladi. Ya'ni bo'lishi mumkin, qanchadir muddatda u xursand bo'ladi, tam maza pulni oladi, lekin keyin dальше nima? Keyin nima qilaman? degan savolda уже miyasida mundoq so'roq belgisi bo'lib turadi deb o'ylayman. To'g'ri. Endi men judayam ko'p xodim ko'rdim o'zimiz kompaniyamizda. Ishlab kelyapti-da, tam oyiga 4 million, 5 million atrofida bo'lyapti-da. Keyin bir logistika qilib ko'raylik dedi. Logistika shunday ketib qoladi. Keyin qaytib keladi. Logistika qilib qo'yadi, qilib ko'radi, tam try qiladi, o'qiydi, keyin qaytib kelyapti. Men tushunib yetamanki, что nimadirdan o'tish kerakki, yosh bo'lib turgan holda 18-19 yoshida undan keyin qaytib kelyapti, endi точка A ga qaytyapti. Bunaqalar sizni opitingizda bo'lganmi? Da, bo'lgan, ko'p bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi, chunki biz insonmiz. Bitta narsa borda, insonni boshi urilmagungacha tushunib yetmaydi. Afsuski, har bitta insonni baribir boshi urilishi kerak. Ya'ni nimaga? Chunki o'sha xato qilish kerak, xatosidan dars chiqarish kerak. Qaysidir ma'noda masalan shunaqa holatlar bo'ladi. Biz kimnidirlarni masalan xodimlar ishdan bo'shatishadigan holatga ham kelib qolamiz. Bu normal narsa biznesda. Ba'zi paytda ishdan bo'shatib, men ularga yaxshilik ham qilgan bo'laman-da. Chunki bola masalan boshi noldan keldi, maksimal harakat qildi, bosdi-da qanaqadir levelgacha chiqadi, lekin o'sha tupiga kirib qolishi mumkin. То есть bu soha menikimi yoki yo'qmi degan narsa bo'ladi. Endi mana shu savol, ya'ni maksimal harakat qildi, sinagandan keyin javob ola olmasa, ya'ni bu soha uniki emasligini tushunsa, yana dars ish tursa, ya'ni xodim o'smasa, baribir biznes ham o'smaydi-da, tizim ham o'smaydi. Va bunaqa paytda xodimga yaxshilik qilish uchun ham baribir ishdan bo'shatish ham kerak bo'ladi. Boshida yomon ko'rinamiz. Tam nimaga unaqa, bunaqa, baribir hamma yosh. Bu holat baribir chiroyli holat emas, lekin bu dushim o'zini yo'lini topib ketgandan keyin bu narsa, bu bo'lgan situatsiya ularni plusiga ham bo'lib ketgan bo'ladi. Tushunib yetadi ular. To'g'ri. Zo'r. Hozir esimga kelib qoldi. Shunaqa narsa, menga juda ham ko'p odam savol beradi. Nimaga siz o'zingizlarning o'quv markazlarida 16 yoshdan ishga qabul qilasizlar degan narsa. O'zi yuridik tomondan agar ish soatlarini ko'rib chiqqan holda ularni ishga qabul qilishimiz mumkin. Ya'ni ota-onasi bilan bog'langan holda yana. Lekin endi sizga savol, nimaga biz 16 yoshdan qabul qilamiz? Zo'r savol. Qanchalik inson yosh paytidan boshlasa, shunchalik o'sha o'z xohlagan natijaga osonroq erisha oladi. Chunki 16 yoshdan boshlagan odam bu plus-minus 18-20 yoshda plus-minus o'zini topib desak bo'ladi. Chunki baribir 2 yil, 3 yil, 4 yil dovdirab yuradi hamma. Bu meniki, meni soham nima, men qayerdaman, men kim bo'laman. Chunki abituriyentlarni ham ko'rsak, men institutga kiraman, men inson bo'laman deydiganlar kamda. To'pa topshiradi, to'pa tanlaydi. Bu prosta o'zligini topa olmaslikda. 16 yoshdan boshlasa, bu zo'r, juda ham zo'r. Nimaga? Skilllarni oshiradi. Eng muhimi kommunikatsiya skilli. Insonlar bilan bo'lgan muloqot. Soft skill. Soft skillni oshirsa, o'ylayman, juda ham ko'p ishini hal qila oladi bu dushim. Hard skill o'rgansa bo'ladi. Ya'ni, masalan, bu programmani o'rganib olsa bo'ladi. Tezroq muddat bo'ladi, lekin soft skill bu faqatgina opit orqali bo'ladi. Ya'ni, qanaqadir tupiga kiradi, fail bo'ladi, turadi, kimlarni gaplashayotgan nito gapirib qo'yadi yoki уже sekin stress ustuvchisi o'rganadi, konflikt menejmentni o'rganadi. Bu orqali уже sekin nima, qaysi soha uniki, qaysi soha uniki emas. Уже sekin 16 yoshdan bilib boradi va eng qizig'i mana shu soft skill nima soha tanlashdan qat'iy nazar bu hayotda menimcha eng birinchi muhim bo'lgan narsa deb o'ylayman. Bu dushim masalan 20 yoshda yoki 22 yoshda o'zini tengqurlaridan ham ajralib turadigan narsasi, ya'ni baribir qarasangiz soft skill bo'ladi. Ya'ni boya aytib o'tib ketdim, konkurensiya kuchayib ketyapti. Nimaga? Ya'ni
har bitta yosh o'ziga savol berishi kerak. Shuncha odam turgan nimaga mani tanlash kerak? Nimaga men bu narsaga именно men tanlanishim kerak? Degan savolga faqatgina o'sha insonni o'zi javob bera oladi. Ya'ni uni kачестволari, skill'lari, uni baribir konkurensiyada bu hayot. U faqat yaxshi inson bo'lganlik va shuncha harakat qilibdi bola deb unga omadi kelishi mumkin harakat qilganiga, lekin omad ushlab qolishni ham bilish kerak-da. Вот. To'g'ri. Shuning uchun qancha yosh boshlasa, shuncha yaxshi. Faqatgina teoriya bo'lib qolmaydi deb o'ylayman. Chunki teoriya bu baribir teoriya. Teoriya kerim, да, обязательно kerak, без этого никак. Faqatgina teoriya bo'lib qolsa, уже amalda ishlatilmaydi. Faqatgina og'zaki ishlatadi, bo'ldi, всё. O'zi hayotda qarshilashganda tubiga kirib qoladi. Mana shu masalada sal o'zimning fikrimni bermoqchi edim. Ya'ni oldingi yilning o'zida men mingdan ortiq intervyu o'tkazgan bo'lsam, ularning orasida bir 300 tachasi 18 dan past edi yoshlari va hammani ham olmaganman 16 yoshda. Nimaga? Chunki bilasizmi, ularning yoshida ikkilanish juda ham kuchli bo'ladi. Ikkilanish. Chunki ota-onasi ham bor uyda. Chunki ularni faqat o'zini fikri emas, ota-onaning ham fikri qo'shiladi. Qarindoshlarining fikri qo'shiladi. Atrof muhitining fikrlari qo'shiladi. Va shuning uchun ishga faqat men rostdan ham qila olayman va испытательный срокda kurs olganlarni olganman-da ishga. Ya'ni hamma ham men qila olayman deb qilib ketmasligiga amin bo'ldim. Uning 16 yosh oralig'ida. 16-18 yosh. Именно 16-18 yosh oralig'ida. Ya'ni bu yosh oralig'ida ishga qabul qilish yaxshi deb o'ylayman. Но в любом случае atrof muhiti ta'sir qiladi. Да, конечно. Bu narsa не только 16 yoshda, balkim uzr-ku 20+ da ham ko'p. Afsuski. Qisman qaraydigan bo'lsak, foiz tomonlama, ya'ni 16 yoshda bu narsa ko'proq bo'ladi. Chunki baribir bizda kritika qilmayman. Bu baribir ota-onamiz maksimal bilan o'ylab qilishadi. Ya'ni maktab tugatadi, maktabdan keyin institutdan keyin уже magistratura, ya'ni уже plan baribir bo'ladi-da hammada. Вот. U plandan kim chiqa oladi, kim chiqa olmaydi yoki bo'lmasam o'zini budishisi uchun kim kurasha oladi, kim kurasha olmaydi. Endi u bolani o'zida qolgan gap. To'g'ri, chunki hammani birdaniga fikrini o'zgartira olmaysiz va ularning fikri noto'g'ri ham deya olmaymiz. Chunki hammaning o'zining точка зренияsi bor va hammaning o'zining qo'ygan maqsadi bor. Va hayotdagi pozitsiyasi ham hammaniki har xil. Просто, я хочу сказать, что на русском скажу. 16 лет, когда мы принимаем людей на работу, есть другие аргументы, другие фикерля. И они действуют на ребенка иногда больше. Только тогда, когда сам человек реально готов, вот их мы можем принимать на работу. То есть почему спрашивают, почему не всех берем на работу 16 лет? Потому что есть люди, которые реально готовы. Есть люди, которые готовы, но по тому, как их окружение говорит, что нет, так лучше не надо, так лучше так стандартно пойти в университет, вот этот лучше правильнее. Вот таких нам очень сложно принимать на работу. Это o'zbek tilida gapirishim. Спасибо. Gapingizga qo'shilaman. Ishga ham qabul qilayotganimizda biz обязательно, bizda prям requirement degan joy bor. Xohishi kuchli bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni xohishi обычный mentalitetdagi standartdan boshqacha bo'lishi kerak. Ya'ni xohishi o'sish, rostdan ham o'sish. Pul topish emas. Ya'ni pul topish yaxshi narsa. Pul bu как возможность, ya'ni как bonus. Sen ishlayapsan, mana bonusing shunaqa. Lekin ishingiz uchun emas. Chunki ishingiz uchun to'lanishi uchun tajriba bo'lishi kerak. Endi mana shundan keyingi savol kelib chiqadi. O'zimdan shunaqa bo'lgan. 17 yoshda IT sohasida ketishim kerak bo'lgan. IT sohasi bo'yicha, ya'ni programmist deyiladi bizda. Lekin meni xarakterim programmistga tushmasligini men anglab yeta olmaganman. Chunki ota-onam maksimal darajada keyin sen programmist bo'lasan degan narsani urg'u berishgan. Lekin men yashirib ishga kirib, oxiri HR yo'nalishdan ketganman. Bu narsa juda ham qiyin bo'lgan. Lekin hozirgi paytda juda ham ko'p yoshlar maktab, repetitor, uy, keyingi kun yana maktab, repetitor, uy va shunaqa qilib ikkila ketqizyapti. Yoki даже 3 yil, 4 yil ham bo'lishi mumkin. 9, 10, 11-sinf yoki 10-11 sinflar shunaqa bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz bu masalada? Xo'p, men bu narsa aytganimdek noto'g'ri qilyapti deya olmayman, chunki hammaning maqsadi har xil. Endi siz masalan aytyapsiz, что IT meniki emasligini men bildim. Bekitib ishga kirganingiz uchun, ya'ni o'zingiz uchun harakat qilganingiz uchun ham menimcha hozir shu pozitsiyadasizda.
Ya'ni bu yerda boya aytganimizdek konkurensiya. Aytdingiz-ku 16 yoshda masalan hammasini olmaymiz deb. Bu norma, bu normal. Ya'ni hamma qabul qilishi kerak. Ya'ni uni nima plyus tomoni borki, u tanlanishi kerak degan savolga o'sha javobi bilan kelishish kerak. Agar javob bo'lmasa, не знаю, ya'ni ustida ishlash kerak degan. Darshga ketish kerak degan. Endi maktab, repetitor, uy qilayotgan yoshlarga keladigan bo'lsak, man to'g'risi o'zimdan misol qilib aytaman. Manda 15 yoshgacha xuddi shunaqa rejim bo'lgan. Maktab, keyin repetitor, uy, maktab, repetitor, uy bo'lgan. Chunki mendan maqsad nima bo'lgan? Ya'ni yoshligimda ota-onam bilan gaplashib, maqsadlar qo'yganmiz birga. Ya'ni chet ellik universitetga ketish, u yerda o'sish, ya'ni baribir xohlimiz ham, xohlamaymiz ham hamma eng yaxshisiga harakat qiladi. Menda shunaqa bo'lgan. Plan bo'yicha shunaqa bo'lgan. Agar hozirgi yoshlar shu bo'yicha ketayotgan bo'lsa, men xursandman. Bosish kerak, lekin хотя бы orada volontyorство ham qilib turish kerak-da. Ya'ni to'ppa faqatgina men ko'raman, PhD'lar qilgan, chet elda o'qib kelgan, prям bilim tomonlama, wow-da. Lekin qotib qolgan inson. Nimaga erishdi desa, faqat o'sha diplomlarni ko'rsatib, okey, diplom bor. Lekin u diplom nima qilib beryapti? Chunki baribir har bitta inson nimadirga erishayotgani, nimadirga harakat qilayotgan, nimadir uchun bo'ladi-da. Xohlimiz ham, xohlamaymiz, u baribir finansiy borib taqaladi. Aytdingiz-ku boya, masalan, faqat pul uchun bo'lish kerak emas. Lekin to'g'ri, faqat birinchi o'rin pul bo'lish kerak emas, lekin u baribir insonni ehtiyojlarini qoplaydigan, uni yaxshi levelga olib chiqadigan, uni hayot tarzini yaxshiroq levelga olib chiqadigan bu pul. Haqiqat. Возможностьcha. Endi u narsaga baribir odam o'zini bilimi, harakati bilan yashash. Faqatgina bilim bo'lsa, lekin harakat bo'lmasa, u bilmayman qanaqa diplom bo'ladi. U balkim Oksfordda bitirgan bo'lishi mumkin, o'qigan bo'lishi mumkin, lekin nolga teng. Lekin men ba'zi bir yoshlarni ko'raman, rostdan ham oiladagi sharoitiga qaramasdan bosib harakat qilib o'qiydi, prям ko'rib men havas qilaman. Ularga aytib qolgan bo'lardimki, что oraga volontyorство ham qo'shib ketish kerak. Baribir, chunki chet elga borganda ham qiynalib qoladi. Yaxshi kadr bo'lishi uchun har bitta kompaniya baribir opiti bor odam olgisi keladi. Bu это fakt. Diplomiga не знаю, chet elda qaraydi-da, bizda uncha qaramaydi, chunki nimaga? Opit birinchi o'rinda. Chet elda qaraydi, lekin u yoqda ham baribir opit bo'lishi kerak. O'zimiz o'ylashimiz kerak. Meni biznesim bo'lsa, misol uchun, diplomi bor, lekin opiti yo'q va diplomi hali olmagan, diplomi opiti bor. Men kimni tanlagan bo'lardim? Конечно, opit tanlagan bilan ishlab ko'rgan bo'lardim. Ya'ni maktab, repetitor, uy qilayotgan yosh noto'g'ri yo'lda emas, chunki o'zini plani bo'lishi mumkin. Faqat o'sha erishayotgan maqsadiga faqatgina nazariy, faqat bir tomonlama bo'lib qolish kerak emas. Ertaga nobod u plan o'xshamasa, ya'ni unga bog'lanib qolish kerak emas demoqchiman. Bemalol o'zini umumiy qilib aytganda nonni topib keta olishi kerak. Buning uchun baribir opit kerak va shusтрый bo'lish kerak odam. Keling, endi eng qiziq savollarga o'tamiz. O'zi diplom kerakmi yo kerak emasmi? Xo'p, zo'r savol. Давайте shuni o'zgartirsak. Ya'ni universitetga diplom uchun kirishmi yoki universitetga kirishmi? Diplom uchun bo'ladigan bo'lsa, yo'q. 4 yil vaqtini inson просто musorga olib tashlaydi. Qo'pol qilib aytganda. Lekin universitetga kirish kerakmi? Обязательно kirish kerak. Chunki baribir hamma yosh, birinchi oddiy qilib qaraydigan bo'lsak, har bitta davrni o'zini gashti bo'ladi. Baribir orqaga qaraganda birinchi oddiy misol, esida nimadir bo'lish kerak. Bu baribir masalan 18, 20, 21 yosh atrofida universitet bo'ladigan bo'lsa, yoshligini his qildiruvchi period deb bilaman men. Chunki undan keyin etapda jiddiy hayot, katta hayot boshlanadi. Ish, oila, bola, chaqa o'zi ketaveradi. Bu universitet bu qanaqadir oxirgi etap, ya'ni yoshligini his qilib oladigan. Ya'ni bu uchun kerak. Endi faqat bu uchunmi? Yo'q, albatta. Ya'ni universitetga kirgan odam albatta o'zini sohasida o'qishi kerak. Agar o'zini sohasini topa olmagan bo'lsa, universitetga kirmasligi kerak hali. Chunki vaqti bekor ketadi. Endi sohasini tanlagan bo'lsa, universitetda ham to'g'ri tanlashni bilish kerak. Bu yerda juda ham kriteriyalar ko'p. Lekin baribir universitetda o'qigan tarafdoriman, nimaga ozgina bo'lsa dunyoqarash kengayadi. Krugozor. Krugozor kengayadi. Va
Masalan, oddiy misol, ishida plus bo'ladigan narsalar deydigan bo'lsa, deadline bilan ishlashni o'rganadi. Keyin agar u ishlab ham o'qiyotgan bo'lsa, stress ustuvchisi yaxshi bo'ladi. Time managementi ko'payadi. Fokusi faqatgina fokusini yig'ish bo'ladi. Ya'ni tarqoq bo'lmaydi-da, fokusi bitta joyga yig'ib, ya'ni o'qishmi o'qish, okey, ishmi ish. Ya'ni uni bo'sh vaqti bo'lmaydi. Bu uchun, конечно, o'qish kerak universitet. Chunki universitet juda ham ko'p narsa beradi. Ana hamma narsadan har bitta insonda nimadir o'rganish mumkin-da. Nimadir qilishni emas, balkim qilmaslikni ham o'rganishingiz mumkin. Shuning uchun universitet kerakmi? Обязательно kerak. Faqat tanlayotganda buni to'g'ri tanlash kerak. Ya'ni boshqa universitetga kirib qolish kerak emas. Chunki men o'zimdan misol, balki o'sha noto'g'ri tanlovim ham menga katta dars bergandir. Ya'ni o'zi nimaga qiziqyapti? U qiziqishini bilmayaptimi? Даже хотя бы unga qaysi soha uniki emasligini bilib olish kerak-da, хотя бы. Хотя бы o'shalarni o'zi olib tashlasa, bir 2-3 mana 5 ta varianti bo'lsa, 2-3tasini olib tashlasa, 2 ta variant qoladi. Хотя birinchi kurs va foundation bor. Foundation хотя бы bitta kirib ko'rsa bo'ladi. U soha mana endi vaqti bo'ladi-da, tanlab olgan. Endi tupa bo'ldi, men topshirishim kerak, uydagilarim aytdi. Men institutga kirdim, ura, institutga kirdim, institutga kirdim, da bu xursandchilik. Lekin bu o'sha qisqa muddatli-da. Keyinchalik mana shu narsa uni hayotdan hal qilib qo'yishi ham mumkin bundoq qarasak. Agar faqatgina universitetga bog'liq bo'lib ishlaydigan bo'lsa. Ya'ni o'zini karyerini hayoti va xohlasak xohlamasa universitetdan boshlanadi. Madina, mana mashitda menga savol keldi. Masalan, ko'p xodimlar bilan baribir intervyu olasiz-ku, har bitta bo'limga o'tganingizda. Ya'ni intervyu qilayotganingizda xodimmi, masalan, institut o'qimagani bilinadimi va bu faktorga qaraysizmi? Birinchi savolga javob bilinadimi? Har doim bilinadi. Ya'ni 90% bilinadi. Ya'ni o'qigan odam yoki o'qiyotgan odam yoki o'qishga kirmoqchi bo'lgan odam uchtasidan bittasi обязательно даже gapida, даже tonida ham razница bo'ladi, razницasi. Agar xohishi yo'q, nima xohlayotganini bilmaydigan odam bo'lsa, birinchi 3 minutda aniqlab olish mumkin. Bu точно. Endi ikkinchi savolga ahamiyat beramanmi? Sohaga qaraydi, birinchi o'rinda sohaga. Va nimaga kirgan u o'qishga. Ya'ni men har safar beraman savol. Nimaga shu o'qishga kirgansiz, nimaga tanlagansiz degan savol beraman. Va ko'pincha o'qituvchilikka oladigan xodimlarim buxgalteriyada o'qigan bo'ladi yokida turizmda o'qiyotgan bo'ladi va oldimga men o'qituvchi bo'laman deb kelishadi. Tajribasi bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham. Men birinchi savolim nimaga shu sohaga kirdingiz deyman. Ishoning, bir 60%, 70% diplom uchun deb aytishadi, rostdan javob berishadi. Ya'ni rostdan javob bering deganimda ota-onam uchun yoki diplom uchun deb aytishadi. Mana mashitda bitta men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Menda yaqinda bo'lgan holat, ya'ni xodim bo'yicha. Bu balkim men hali juda yoshman, aqllilik qilish niyatim yo'q, lekin shunaqa kadrlar bor. Kelishadi, potensial prям bomba-da. Lekin ota-onasi majburlab institutga qo'yadi. Ya'ni o'zi xohlamaydi. Bu bilan men yana aytaman, institutga o'qimasin deyman, lekin u yo'nalish hali nimaligini bilmaydigan bo'ladi. Lekin potensial bomba managementda muomala zo'r, ya'ni kommunikatsiya zo'r, ustida ishlasa bo'ladi-da, ya'ni ko'p narsa, ishda ko'proq narsa oladi deb o'ylayman. Lekin shunaqa holatlar bo'lib turadi, shu potensiali bomba bo'lgan xodimlar shu o'qish universitetida ishdan ketishadi. Ya'ni bu noto'g'ri yo'l deya olmayman, lekin imkoniyati bor bo'lardi, что qolsa aynan o'zini kuchli tomonini tezroq aniqlab olib, o'shanga ko'proq fokus qaratib, o'shanga, ya'ni ustida ko'proq ishlay olsa bo'lardi-da. Lekin yana dальше qanaqa ketyapti, institut yaxshi ketyaptimi deb so'rayman-da. Da yaxshi, yoqmayapti degan kommentariyalar olaman afsuski. Lekin bu именно bu kandidatda, ya'ni xodimlar 18-19 yoshlar bo'ladi. Eng prям yongan, potensial prям men qayerdir ishga kirganda ham nimada qilayotganman, yoraman, bizaman degan vaqti bo'ladi, energiyasi prям portlayotgan vaqti bo'ladi. Lekin afsuski shu energiyasi chiqib qotgan, prям portlayotgan paytda balkim будущесini o'ylagan holatda shu energiyasini so'ndirib qo'yishadi. Xo'p, Madina, men mashitga qo'shib ketmoqchiman, o'zimning fikrimni va o'zim tajribamdan chiqqan holda ayta olamanki, 16 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi eng muhim qadamlardan biri bu ota-onani tushungan holda va o'zini tushungan holda
Zolotui серединani-chi. Na. Biz uyimizda bu judayam muhim o'qishga kirish, birinchi o'rinda, birinchi yildan kirish kerak degan narsa bizda har doim bo'lgan va bizgadagi urg'u adam tomonidan o'qishing kerak, обязательно o'qishing kerak degan narsa bo'lgan. O'qigim kelganmi boshidan, to'g'risi bir tushunmaganman o'qish nimaligini, universitet nimaligini. Men o'ylagan maktabga o'xshaydi deb o'ylaganman. Men volontyorство qilganimda, 10-11 sinflarimda men shunaqa anglab yetganmanki, что mani ota-onam kirmoqchiligim sababi, mani ota-onam kiritilmoqchiligini sababi bu diplomim bo'lishi va ertaga ish topib ketishim uchun. Da. Согласна? Men согласnaman bu fikr bilan. Va shu vaqtning o'zida o'zim men xohlamayman. Men xohlamaymanki, что shu yoshimgacha уже bilishim uchun o'zim sohamni. Va ularning fikri bilan o'zim fikrimni qo'shgan holda men borib volontyorство qilishni boshladim. Da, aytganingizdek volontyorство juda ham muhim narsa, чтобы tushunib olishingiz uchun. Va meni fikrim bu yerda bu nafaqat o'qishi kirmaslik yoki o'zingizni fikringiz bo'yicha yashash, balkim o'zingizni fikringiz bilan ota-onangizning fikrini orasidagi soatini topib, adaptatsiya qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni ota-onaning fikri bilan o'zingizning fikringiz bu muhim, bu ham muhim, bu ham muhim. Agar har xil bo'ladigan bo'lsa, gaplashish kerak. Ochiqcha gaplashish kerak. Gaplasha olmaydiganlar ham bor bilamiz. Unda ular o'qib turgan holda ishlash kerak. Ya'ni men qilolmayman, oh my god, men жертвам emas, men o'zim tanlay olmadim, diplom olishim kerak emas. Okey, уже kirib bo'ldim. Назад пути нет. Дальше учимся, но развиваемся. Xo'p, Madina, biz siz bilan hozir 16-20 yosh oralig'ida nima qilish kerakligini gaplashdik. Endi siz o'z haqingizda gapirib bering, nima qilgan bo'lardingiz? Xo'p, yaxshi savol. Men dangasalikni maksimalni minimallashtirgan bo'lardim. Chunki u paytda dangasalikni vaqti emasda, chunki boya aytgan energiya yongan payti maksimalni ko'proq til o'rgangan bo'lardim va ko'proq volontyorstvoga borgan bo'lardim va albatta hamma joyda fikrimni maksimalni erkin bildirishga harakat qilardim. Ya'ni hozir bunaqa desam, u nima derkan, bunaqa desam, bu nima derkan degan har xil o'ylarsiz bemalol, ya'ni o'zimni xohishlarimni, o'zimni fikrimni maksimalni bildira olishga harakat qilardim. Xo'p, Madina, o'zingizni karyerangiz haqida gapirib bera olasizmi? Qayerda ishlagansiz va hozir qayerda ishlayapsiz va qanaqa qilib kirgansiz o'z ishlaga? Xo'p, yaxshi savol. Birinchi bo'lib meni ishlab ko'rgan soham bu teaching bo'lgan. Chunki adam meni har doim yoki o'qituvchi bo'lasan yoki doktor bo'lasan deb kelganlar. Doktorlik menga emasligini men bilardim, chunki menda bitta narsa bor. Nima sohada bo'lishimdan qat'iy nazar eng tepasida bo'lishim kerak. O'sha paytda doktor bo'lasan deganlarda savol berganman. Doktor, masalan, eng kuchli doktor kim? Xirurglar misol uchun. Va men operatsiya qila olmayman deganman va yo'q javobini olganman. Keyin teachingga o'tganman. Ya'ni baribir o'zbek oilada qizlar bir xil sinaladi, yoki o'qituvchi bo'ladi yoki doktor bo'lsa, yaxshi prям idealdagi qiz bola bo'ladi degan qanaqadir bizda nima desam bo'ladi. Mentalitet shunaqa narsa bor. Endi men teachingda o'zimiz, ya'ni o'qituvchilikda harakat qilib ko'rganman. U payti litseyda menimcha birinchi kurs tugatayotgan paytimda, hali juda ham yosh edim. Va kids teacher bo'lib ko'rganman. Ya'ni menga taklif qilishgan, что farzandlariga uyga borib dars o'tishga va ertalab darsi bo'lardim, ya'ni litseyga borardim. Keyin 3 oymi 4 oy shunaqa, ya'ni borib dars berib yurdim. Va o'ylaymanki, bu ham meni hayotim juda ham katta, nima desam, o'zgarishmi yoki katta dars berdi desam bo'ladi. Ya'ni men tushunib yetdim, teachingda men mazza qila olmasligimni. Aynan teaching, ya'ni o'qituvchilik sohasi bu meni yuragimdagi soha emasligini men tushundimda. Chunki baribir bitta ish qilayotgan odam mazza qilish kerak va qancha ko'p ishlasa u charchamaydi-ku ishdan. Men nima bo'lardi? Charchab kelardim. Va ertaga yana ishga boraman, qanaqa o'taman, nima o'yinlar qilishim kerak. Ayniqsa o'qituvchilikdan ham kids, ya'ni yosh bolalar o'qituvchi juda ham qiyin. Bu alohida tema. Men juda ham qiynalganman, chunki kirib oddiy dars o'tish kerak emas, o'tda o'yinlar, qiziqtirish, ularning psixologiyasini hisobga olish, hamma narsani hisobga olib dars o'tish kerak edi. Menga bu juda og'ir bo'lgan va men tushunganman, что yo'q, Madina, o'qituvchilik senga emas, stop deganman. Уже sekin o'zimdan chiqarib tashlaganman, ya'ni o'qituvchilik всё, X deganman. Va keyin уже undan keyin men o'quv markaziga ishga kirganman.
o'quv markazida, ya'ni shu call center operatorligida ishga kirganman. O paytda bu menga call center operatorligi ham o'zi ko'pchilik call centerga ishga kirgisi kelmaydida. Nimaga desa shumni deydi, unaqa men primoy menejer bo'lay, u bo'lay, bu bo'lay deydi. Lekin baribir hamma call centerdan baribir boshlashi kerak. Menga eng katta bergan plyusi call center nima? Odamlar bilan bo'lgan kommunikatsiyani birinchidan paytda face to face qilolmagandan keyin callingda, ya'ni call centerda o'rgana oladi bu narsani. Ya'ni face to face kirib tushib qolsa, kimdir prям baqira bersa, odamni как ayniqsa qizlarda yoshi katta kishilar masalan klientlar urishib bersa, travma bo'lib qolishi mumkin, всё, это не моё degan narsa bo'lib qolishi mumkin-da. Calldan boshlab sekin-sekin etap bo'yicha ko'tariladi. Men bir 8 oymi shunaqa o'quv markazida ishladim. Keyin litsey tugatganimdan keyin universitetga kirdim. Men Turkiyaga ketishim kerak bo'lib qoldi va Turkiyada ham ishlab yurdim. Endi boshda Turkiyaga ketganimda, ya'ni aynan Turkiyaga o'qishga kirganimdan juda ham afsuslandim. Ya'ni oilam bilan ketishim kerak bo'lib qoldi Turkiyaga. Va men chunki har doim o'zimizdagi universitetga harakat qilib yurgan qiz bo'lganman-da. Prям bir oyda hamma narsa o'zgarib ketdi. Va Turkiyaga ketdim, bu yerga o'qishga kirdim. Men o'qigan maktab, litsey hammasi strogiy bo'lganda, har doim qattiq talab qilardi. Juda ham qiyin edi. Turkiyaga borsam, chet elda universitet, O'zbekiston universiteti emas. O'zbekiston ta'lim tizimi emas. Erkin. U yoqda farqi yo'q, o'qish keladimi, ketadimi. Glavnisi imtihondan o'tsin, o'ziga qo'yib bergan o'quvchini. O'qiysanmi, o'q, bu sani ishing degan narsa bor. Bizda har tomonlama kontrol qilishga harakat qilishadi-ku baribir ta'limda. Endi men o'qib yuribman, unaqa qattiq strogiy emas. Men bemalol yuribman, zerikishni boshladim, ishlashim kerak. Lekin ishlashga meni нужда yo'q, ya'ni uydagilarim nima qilasan deyishyapti. Bu men emasman-da, ya'ni faqatgina tupa haftada 2-3 marta o'qishga borib, keyin o'tir. O'qishga borib, keyin o'tir. O'zimni как vaqtim bekor ketayotgandek his qilishni boshladim. O'tda baribir Turkiyada studentlarga hayot qiyinroq. Chunki baribir o'zingizni vataningiz, o'zingizni vataningiz, hamma sharoit o'zingizni vataningizda bor. Va o'tda baribir ofisnoy ishlarga hech kim qabul qilmasdi. Birinchidan men chet ellikman, ikkinchidan meni unaqa ofisnoy ishda opitim yo'q va men studentman hammasidan ham va ishga qabul qilishmaydi. Va men sekin nimadan boshladim? Ya'ni konditerskiy, ya'ni hozir bizda masalan Safiyaga o'xshagan joylarda borib ofitsiantlikdan boshladim. Boshqa variantim yo'q edi. Bu narsa menga o'pit berdimi kommunikatsiyada? Juda ham o'pit berdi. Chunki men o'shandan keyin ham boshladim, что insonlarga bo'lgan qarashim ancha o'zgardi. Ya'ni har bitta kasbdagi, har bitta leveldagi insonni maksimal hurmat qilishni boshladim, chunki ularning mehnatini men ko'rishni boshladim. Va ofitsiantlikda men ishladim. U yerda har xil plus-minuslar bo'ldi, lekin men juda ham xursandman u yerda ishlaganimdan. Ancha katta o'pit oldim. Menejmentdagi hozirgi ishimga plus bo'lyapti bu narsalar. Va undan keyin magazinda ishladim. Magazinda qiynaldim juda. 12 soat ish vaqti edi u yerda. Masalan, bizda hozir Toshkentda 8 soatlik ish vaqti, 9 soat, 1 soat obedi bilan bundoq qarasak. Lekin 12 soat edi. Va o'tirishim mumkin emas. Va berayotgan oyligi juda ham kam oylik. Student bo'lgan hisobimga va chet ellik bo'lgan hisobimga. Balki men ishni noto'g'ridan qidirgandirman. Bu albatta bu ham men aybim. Lekin bu topgan, ishlagan ishlarim ham qancha qiynalgan bo'lsam ham, bu menga juda ham katta plyus olib keldi. Ya'ni Toshkentdagi ishlar menga ish bo'lmay qoldi-da, to'g'risi. Chunki u yerda fizически-ku, bu hamma ish fizически men qiynalib kelib o'qildim, bu yerda уже нет. Даже boss degan narsa menga Turkiya berdi. Menimcha o'ylayman, shu Turkiyada unaqa ishda ishlamaganimda, bu yerda qadrini bilmasdim balkim. Va u yerda men 1-2 yil o'qidim va ishladim shu tempda va men o'zimga pizzada ham ishladim orada. Aytib ketishim kerak. Ya'ni fast foodda ishlaganimda men o'zimga уже to'xtama deb o'zimga savol berdim. Nima qilyapsan bu yerda? San bunaqa qiz emassan-ku. Ya'ni men aytmoqchi emasman, что u yerda ishlaydiganlar bunaqa. Просто odam nima desam bo'ladi? O'zinidagi bor skillari, bor o'zida imkoniyatlarini ham to'g'ri baholay bilish kerak-da. Ya'ni o'zini kuchli tomonini bilib olish kerak. To'pa masalan, itda ishlasa ham qo'pol qilib aytganda 12 soat ishlashi mumkin, 24 soat ishlashi mumkin. Gap qancha ishlashda emas, qanaqa ishlashda va qayerda ishlashda. Chunki men ko'rdim, u yerda o'sish yo'q. Просто topayotgan pul menga motivatsiya berayotgani yo'q, hech nima qilayotgani yo'q. Ishdan ishga faqatgina men orada yig'laganman ham, siqilganman ham, keyin stop dedim. To'xta, yetib kelding dedim. Chunki 2 yil vaqtimni men ketkizdim.
bekorga ketdi demayman, afsuslanamanmi? Yo'q, chunki dars olganman. Bo'lmaganda hozirgi balkim ishimda bo'lmasdim, hozirgi pozitsiyada bo'lmasdim balkim. Va o'sha paytda men o'qishimni ham tashlashga qaror qildim. Men perevod qilib ko'raman dedim yoki o'qishimni tashlayman dedim. Chunki o'qishim yo'nalishim o'zim xohlagan yo'nalish emas. Aytgandek, ota-onam birdaniga bo'ldi ketamiz degandan keyin men universitetni qidirib o'tirmaganman, to'g'ri kelganiga topshirganman. Lekin ta'lim yaxshi, ustozlar yaxshimi universitetda? Yaxshi edi. Ta'lim yaxshi berardim-da, yaxshi. Narsa o'rganganman-da, ancha narsa o'rganganman. Lekin baribir odamda jiz etmaydi-ku, shu narsa bo'lgan. Ya'ni boshim o'sha yerda turilganda menim, aynan o'sha esimda o'sha moment, prям fast foodda pizza qo'yaman. Shunaqa moment bo'lgan, to'xta deganman. O'shandan keyin men o'sha uyiga borganman, что bo'ldi, men Toshkentga ketaman. Qarang, men savol berib ketaman ishni orada. Men o'zim suhbat o'tkazganimda yoki men ko'p boshqa HRlar bilan gaplashganimda, rekruterlar bilan gaplashganimda, ofitsiantlik, kooperatorlik sohalari bu takoy sohada, prям pastdagi soha. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga? Birinchidan, ikkinchidan nima qilish kerak bunaqa odamlar bilan? O'zida bu to'g'ri fikrmi? Yo'q, men tushunmayman shu narsaga. Kim ishlab chiqargan deman, uzr, kim o'ylab topgan bu fikrni? Ya'ni bu bunaqa qaraydigan insonlarni yoki uzr-ku, shaxsiy fikri yo'q deb bilaman, yoki bo'lmasam, biroz u kasbni negizi, u kasbni maqsadi nimadaligini bilmaydi deb bilaman. Ya'ni baribir masalan deylik, biz ko'chaga chiqmasdan turib hamma ko'cha sovuq ekan desa, chiqmasak ham hamma ko'cha sovuq ekan biz ishonamiz. Chunki o'zimiz hali his qilib ko'rmadik, lekin ko'pchilikka qo'shilish hammada bor, ko'pchilikda bor. Endi men o'zim balki operator bo'lganimga ham, ofitsiantdan bo'lib ishlaganimda ham bu o'zini hurmat qilgan inson, haqiqatdan ham high levelda bo'lgan inson hech qachon unaqa fikrda bo'lmasligini men tushundim. Chunki aynan ofitsiantlikda masalan face to face bo'ladi-ku, har xil leveldagi insonlarni baribir ko'ramiz, har tomonlama. Va rostdan ham hayotda nimalarga erishgan, o'z kuchi bilan erishgan, dunyoqarashi rostdan ham keng bo'lgan insonlar hech qachon men ofitsiant bo'lgan, menga bunday past nazarda hech qachon qaramagan. Naborot, menga ham studentligimni ko'rib, tim bo'lma chet elligimni ko'rib, men ham yosh qizcha edim u payt. 18 ga hali endi kirgan paytim bo'lgan. Hali kirmagandim ham даже. Ko'rib, naborot mendan xursand bo'lib, motivatsiya berib, молодец deb narsalarimni ko'tarib ketishardi. To'xtab qolma, bos deb menga motivatsiya berishardi. Hayotda hali nimadir ko'rmagan deylik yoki bo'lmasam hali yosh bo'lganlar yoki hali tushunib yetmaganlar kritika qilib qo'yishardi. Ya'ni u gap bilan kritika qilmas, уже odam vzгляdidan уже tushunadi hamma narsa. Mana shu payt aytib qo'ymoqchiman yoshlarga, mana shunaqa holat bo'lgan odam baribir qiynaladi ichida, emotsiya, samootsiyasi tushishi bo'ladi. Har xil emotional уже holatlar bo'ladi. Biroz ahamiyat berish kerak emas. Bilamiz, halol pul topilyapti. Bu yerdan nimadir o'rganmoqmi yoki yo'qmi? Agar rostdan ham o'rganayotgan bo'lsanglar, qanchadir period bo'lsa ham bu levelda ishlab ko'rish kerak. Ya'ni o'rganish deganda bu bilim teoriya emas. Bu teoriya, buni bu psixologiya. Qanaqa ma'noda psixologiya? Уже даже ofitsiantlikda ham, kooperatorlikda hamchi inson, masalan, ofitsiantlikda insonni o'z ko'zidan, unda o'zi harakatidan nima xohlayapti, nima demoqchi, nima qilmoqchiligini bilib turadi. Yoqyaptimi unga, masalan, olib borgan choy yoki unaqa deylik, pirojniy nimadir. Yoqyaptimi, yoqmayapti. U qanaqa hozir nima deydi? Qanaqa reaksiya ko'rsatadi? O'zi oldindan o'zi bilsa bo'ladi. Kooperatorlikda o'zi ovozdan. Men o'ylayman, hamma ham ovozdan turib, u qanaqa inson, qanaqa nima xohlayapti, qanaqa tipdagi inson xarakterini o'rganib olish bu qiyin-da. Lekin kooperatorlik shunaqa sohaki, uni insonni ko'rmasdan turib, bilmasdan turib, o'zi ovozdan analiz qila oladi. Kamsitmangiz ofitsiantlarni va call center. Call center o'zi kamsitadigan kasb emas. Bilmayman, kim chiqargan, men jahlim chiqadi. Qaysi miya degim keladi. Ofitsiantlik ham xuddi shu. Hozir tim bo'lib, bu narsa kamayib boryapti, chunki Instagramda ham masalan ofitsiantlar ham ko'p o'zi blog yurg'izish boshlayapti va bu bitta kasb ekanligini ko'rsatishyapti. To'g'ri. Bu xizmat ko'rsatish. Men aytaman, hattoki ba'zi bir kasblardan ham eng og'ir kasb bu ofitsiantlik va kooperatorlik eta olaman. Chunki men unda ham bunda ham ishlab ko'rganman. Hozir men masalan menejmentdaman.
eng og'iri qaysi, eng qiyini, eng ko'p mehnat talab qiladigani deydigan bo'lsa, man kollaboratorlik va ofitsiantlik deb ayta olaman. Keling endi Result School'ga qanaqa qilib kelib qolganingiz haqida gaplashamiz. Xo'p, aytsam judayam kulgili. Ya'ni bosh aytadigan bo'lsam, man aytdim-ku boya Turkiyadan bo'lib Toshkentga qaytaman deganimda, menda plan birinchi bo'lgan institutni to'g'irlab olish. Va menga ingliz tili kerak bo'lgan va ingliz tili qidirish boshlaganman. Albatta kimdan so'raysiz? Birinchi tanish bilishdan so'raysiz, chunki man 2-3 yil Toshkentda bo'lmaganimdan keyin ancha o'zgarishlar bo'lgan. Va mani yaqin o'rtoqlarimdan so'rasam, почти hammasi bitta insonni taklif qilgan. Chilonzor filialida. Mana shu savol. Ismini aytib ketsam bo'ladimi? Mr. Abdulmalik deb. Okay. Xo'p, o'rtoqlarimdan, yaqinlarimdan so'raganimda, aynan Mr. Abdulmalikka taklif qilishgan, chunki u bosh istoriyasi baribir o'sha mahalladan boshlangan. Eng qizig'i bu baribir nasibda, hozir полностью aytib berganimdan keyin man sekin tushunsa kerak. Man просто Result'ga bordim, bundoq kirdim. Просто man ingliz tili o'qimoqchiman dedim. Va eng qizig'i, man Result'ga kirganimda shunday hayolimdan o'tdi. Ya'ni shu yerda o'qib turib ishlasamchi degan просто мысль o'tdi, xayol o'tdi. Bo'ldi, o'tdi ketdi. Unaqa man karyera qilaman, man menejer bo'laman, man unaqa qilaman degan narsa umuman bo'lmagan. Va o'sha kursga yozildim. Kursga уже borishni boshladim va kursga borish boshlagandan bir 2 hafta orada o'tmadi. Man davay dedim. Vaqtim baribir bekor qo'ydim, chunki men ishlab o'qishga o'rganib qolganman-da. Universitetim yo'q, hafta 3 marta bitta ingliz tilim bor, всё. Вообще уже zerikib man to'ppa Instagramdan yozdim. No fakt uchun aytaman, что man hech qachon hech qayerdan ish so'rab yozmaganman-da. Nimagadir shu Result'ga yozganman. Eng qizig'i Result'da hali work akkauntlari bo'lmasdi. Umumiy akkauntga yozganman. Menga javob keldi, mana bu kuni sizni mana bitta kutamiz deb javob keldi. Bo'ldi, okey dedim. Nimaga deb so'rasam, treyning bo'ladi dedi. Bundoq qaradim-da. Endi men hali yoshman-ku, men bunaqa professionalizm ko'rmaganman-da. Qanaqa treyning? Bitta admin bo'lsa, bitta oddiy telefonda gaplashsam, nimasini treyning qilar? 2 hafta обучение bormaganman qiz. Bormaganman. Nimaga? Chunki men Sergelida yashayman va meni Maksim Gorkiy filialiga chaqirishgan. Bu o'zi uzoq emas. Bitta liniya metro. Da, endi olib qarasa, uzoq, lekin unaqa strashno uzoq. Toshkent ichida, olib qarasa. Lekin u payt baribir yoshlik qilib, dangasalik qilib, o'zimcha mensimaganman, ochiq aytaman. Keyin kutdim, dushanba chaqirishgan bo'lsa, zerikib ketdim oxir uyda. Chorshanba mayli, boray dedim. Unaqa formalni kiyinmaganman. Prям ko'chaga qanaqa chiqsa, o'shanaqa kiyinib borganman. Chunki men bunaqa muhitni bilmaganman-da. Men to'g'risi boshqa nomi chiqqan o'quv markazida ishlaganman oldin. Bunaqa narsa men ko'rmaganman umuman. Va menda erish tuyulgan nimaga? O'tda unaqa bo'lmagan, bo'tda bunaqa bo'ladi degan narsa bo'lgan. Va men borganimda keyin bu omadda, lekin nasibmi? Treningga oxirgi imtihon kuniga to'g'ri kelganman. O'zi qoida bo'yicha bunda olib qarasak, u payt o'zi men kirgizilmasligim kerak va men suhbatga ham olinmasligim kerak. Chunki обучение tugab bo'lgan. O'sha payt borganimda meni Azbek Iminov qabul qilganda va kirganman, hamma такой formalniy o'tiribdi, imtihon topshirib, такая, прям девчачья kiyim olganman. Не в темамanda, как будто. O'tiribman, bo'pti, kiring o'tiring dedilar. Keyin ham imtihon topshirib bo'lgandan keyin suhbat qilib oldilar men bilan. Keyin bo'ldi, primoy praktikaga dedilar. Va men Noza filialiga praktikaga jo'natildim. Men ochiq aytaman, boshda 2-3 kun ham men uверен emasdim, что Result'da ishlab ketishimga. Chunki aytvaman-ku, menda manga bu normal emas edi, обучение. Bu просто как voy bu 2 hafta vaqt olinadi, xodim ish, meni vaqtim oladimi bular, bunaqa ko'pchilik bo'lgan. Men xohlamaganman boshda. 2-3 kun уже mayli ko'raychi deb qarasam, уже muhit yoqishni boshlayapti. Atmosfera boshqacha. Chunki men aytaman, sohada ishlaganimcha boshqa narsa kutganman-da. Bundoq qarayman, odam o'zini ustida ishlasa bo'lar ekan, ko'rilyapti, yaxshi deb qolganman. Imtihon bo'lgan, imtihondan keyin sirada kollaboratorlikka ishga qabul qilganman. Lekin men adminlikka topshirgan bo'lganman. Adminga emas, primoy o'ziga kollaboratorlikka jo'natishgan. Bo'ldi, kollaboratorlikda ishlaganman. Menimcha bir 4-5 oy kollaboratorlikda ishlab, keyin meni Noza filialiga administrator sifatida qabul qilishgan.
Hm. Keyin shu bilan boshlanib ketdi. Chunki boshida man hech qachon "Va man shuncha payt ishlayman" demagan. "Ishlab turing, institutga kirgunimgacha" degan narsa bo'lgan. Как bu hozir hamma yoshlarning miyasidagi anaqa bo'yicha. Hamma bilan bir xil bo'lganman. Admin bo'lganman. Admin bo'lganimdan keyin уже qarasam shu vaqt o'tyapti. Komanda prям super. И man rezultatda qolganimni ham sababi deb o'ylayman. Mehr qo'yganimni ham sababi rezultat mehr berishi biladi. Mehnat qilgan odamga, hard work bo'lgan odamga. Ya'ni qilayotgan mehnat rostdan ham ko'riladi-da. Chunki men hech kim bilan konkurensiya qilmasdan, просто men eng zo'ri bo'lishim kerak, всё. Menga statistika umuman qiziqmasdi, to'g'risi. Va men bu filial unaqa, bunaqaga umuman qaramasdim. Bu qaysidir ma'noda bu meni minusim ham bo'lgandir balkim. Chunki hozirgi paytda bu eng katta faktorlardan bittasi. Lekin mana nima bo'lgan, bo'ldi, meni filial men tez o'sish kerak, всё. Hech qanaqa lead kam kelib qoldi. Bu bunaqa bo'ldi. Sezon unaqa narsaga qaramasdim men. Men his qilardim. Chunki menga berilgan mas'uliyat derdim. U payt head office managerda ham bo'lmasdi. Chunki meni qo'yishganda u yerda hech kim yo'q edi. Men bilan bitta qizni qo'yishgan bo'lgan. Menga ikkalamiz ham yangi bo'lganmiz. Hech kim yo'q, head office manager. Prям tupab komandaga biz yangi bostirib kirganmiz. Bu yaxshi qabul qilib olishgan. U yerda head teacherimiz bo'lardilar, Mr. Bahodir. Men ularni boshida ular bilan men chiqishib ketishim, til topishimiz juda qiyin bo'lgan. Chunki men ham xarakterim sal o'xshashroq edi. Lekin vaqti-vaqti ular menga o'rgatganlar narsani qarasam, ular men ochiq ayta olaman, menejmentdagi meni ustozim. Chunki ko'p narsa o'rgatganlar. Juda ham ko'p narsa o'rgatganlar. O'zi komanda qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa boshqarish kerak, qanaqa ishlash kerak o'zi. Qanaqa odam o'zini ustida ishlash kerak, qanaqa o'sish kerak, qanaqa muomala qilish kerak xodimlarga. Ularni nima pluslari bor, nima minuslari bor, qanaqa motivatsiya berish kerak. To'g'risi hammasini ulardan o'rganganman. Va shunaqa bo'ldiki, 1 yil, 1,5 yil o'tdi. O'zim qanaqa head office manager bo'lib qolganimni his qilmay qoldim. Mana shu qiziq nyans. Men head office manager bo'lganimni yangi xodimga meni tanishtirishayotgandan bilib qolganman. Вот. Fotomeyicha. Ya'ni yangi support kelgan bo'lgan. Bu bizani head office manager Madina degan takay. Kim tanishtirgan? Bahodir aka tanishtirgan, head teacher ustozim tanishtirganlar. Takay, "Ya head office manager что ли?" deb ichimda aytdim-da, qaraganman-da. Yaxshi degan, xursand bo'lganman. То есть chunki men hech qachon men head office manager bo'lishim kerak, men unaqa bo'lishim kerak, men homeman degan narsa bo'lmagan-da. Okay, bo'lish kerak, что? То есть menda qanaqa holat bo'lgan? O'sish bu men uchun normal, bo'lishi shart bo'lgan narsa. Lekin men qotib qolsam yoki orqaga ketsam, bu уже meni demotivate qilishni boshlaydi. Ya'ni shu paytda aytib ketishim kerak, ya'ni qanaqadir pozitsiya almashdimi, o'sish bo'lyaptimi, odam o'zidan ketib qolishi kerak emas. Ya'ni odam o'zini o'rnini bilishi kerak va bu u darajada katta mana uchun shunaqa bo'lgan-da, yutuq qilgan mehnatga yarasha berilyapti. Lekin mana shunaqa katta yutuq bo'lmagan. Men "Wow" deb qaramaganman. Hozir ham unaqa qaramayman. Shu, ya'ni head office manager bo'ldim. Undan keyin orada vaqt o'tdi, keyin yana call center supervisori bo'ldim. Call center supervisordan 1,5 yil bo'ldim. Eng qizig'i homelikdan, ya'ni head office managerlikdan supervisorlikka o'tishim qiyin bo'lgan. Ya'ni menga taklif berishganda men juda ham qo'rqqanman. Qo'limdan keladi, men hali tayyor emasman deb даже hozirgacha peripiskalarim turadi ustozim bilan. Menga rosa motivatsiya berganlar. Tayyorsiz, bo'ling. Ya'ni ular bitta gaplari esimdan ketmaydi. Inson bitta kasbga, bitta pozitsiyaga tayyor bo'lib o'tmaydi. O'tgandan keyin proses uni tayyor qiladi degan. Ya'ni o'sha pozitsiya yoki men qila olmaymanmi degan savolga javob faqatgina o'sha ishni qilib turib javob ola olasiz. Nima yutqizasiz deganlar. O'sha pozitsiyada emassiz. Bitta sinab ko'ring o'zingizni. Olib ketdingiz, olib ketolmaysiz, shu pozitsiyada qolasiz. Nima bo'tda yoqadigan narsa bor degan. Okay deganman, juda qo'rqqanman boshda. Lekin qo'rqqanimchalik bo'lmagan. Supervisorlikda boshlab ketganman, yana davom ettirib ketganman. Undan keyin general manager lavozimi bo'ldi va shu tempda ishlab kelyapman hozirgi paytda. Zo'r. Mana siz o'zingiz hozir то, что trenerlarni серьезно qabul qilmagansiz. Lekin hozir o'z ichidasiz va trenersiz. Ya'ni siz o'sha trenerni hisob olyapsiz. Ustoz shogird loyihalarida, в принципе, internship, ya'ni 2 haftalik
исправительный сrokda ham o'zi bor olasiz. Nima deb o'ylaysiz? Kerakmi yo kerak emasmi? Обязательно kerak deb ayta olaman. Chunki o'z aytganingiz boshida umuman jiddiy qaramayman. Chunki men bunaqa professionalizm ko'rmaganman-da aytganimdek. Lekin bu 2 haftalik period, masalan, ustoz shogird internship xodim nafaqat o'zi kompaniya uchun ham kerak, lekin undan ham xodim uchun juda ham kerak. Nimaga? Chunki agar birdaniga ishga qo'yib qo'yilsa, u xodim baribir bilmagani uchun va kompaniya u sohani bilgan taqdirda ham, u sohani yaxshi bilsam, lekin aynan o'sha kompaniyani strukturasini bilmagani uchun va dovdirashni boshlaydi. Nima, qayerda, qanaqa deb уже miya so'roqlar bo'ladi. Baribir ish beruvchi ham undan ko'p expectationlari katta bo'ladi. Chunki nimaga birdaniga ishga qo'ygan, tayyor opiti bor, unaqa bunaqa deb. Lekin mana shu 2 haftalik period bo'ladigan bo'lsa, xodim birinchi o'rganib chiqadi, analiz qiladi va bu kompaniya unga to'g'ri keladimi? Bu unga kerakmi degan savolga chuqur javob bera oladi. Chunki men aytaman, agar menda bosh internship bo'lmaganda, balki men bu yerda bo'lmagan bo'lardim-da. To'g'ri, men boshida training, ya'ni teoriya qismiga ulgurmaganman, lekin praktikada ham bo'ldim-ku 1 hafta. Menga o'zimga aniq javob ola oldim-da, chunki u bo'lmaganda men ishlamasdim deb o'ylayman. Aynan mana shu internship va ustoz shogird menga mana shu imkoniyatni berdi. Chunki men tushunib oldim. Ya'ni kompaniya qadriyati to'g'ri keladimi menga? O'zi nima beradi? Nima o'rganaman men? Men bu yerda ishlayman va men nima bera olaman? degan savolga javob ola oldim. Ya'ni ustoz shogird kerakmi? Da обязательно kerak. Internship kerakmi? Da обязательно kerak. Ya'ni o'ylash kerak emas, sizlar kelayotganlar bu faqatgina vaqt cho'zish uchun yoki faqatgina o'zligi uchun emas. Bu o'zi xodimlar, ya'ni bo'lajak xodimlar uchun yaratilgan bu imkoniyat. Chunki aynan ustoz shogirdda u to'g'ri, u masalan ishga qabul qilinishi garantiyasi yo'qdir, lekin u kelib qaysidir qanaqadir joyda pullik bo'lgan kurslarni bizani o'quv markazi bepul bitta kasb o'rganib ketishi mumkin. To'g'ri, 100% o'rgana olmaydi u kasbni, chunki u baribir u 100% o'rganish uchun opit yillab, vaqtlar kerak bo'ladi. Lekin bazasi o'rgana oladi va men 100% ishonch bilan ayta olaman. Bizning ustoz shogirdda masalan yaxshi xodimlarimiz maksimal olib qolamiz, lekin 1000 olib qola olmagan taqdirimizda ham agar bizga ishga kirmasa ham boshqa joy juda ham xursand bo'lib ishga qabul qiladi. Men bunga 100% uverенman. У нас даже есть примеры. Result School'da shuncha ishlab kelyapsiz va почти hamma sohangiz sotuv bilan bog'liq. O'zi Result School'ga nima berdi? Result School menga birinchi navbatda imkoniyat berdi. Ya'ni rostdan ham o'sish mumkin, hard work bo'lsa, harakat qilsa va vijdonan ishlasa albatta, qo'ygan maqsadlariga, balkim o'zi hayol qilmagan etapga ham chiqishi mumkinligini ko'rsatib berdi, ya'ni isbotlab berdi. Endi aynan sotuv sohasi deydigan bo'lsam, o'zi masalan call center, administratorlik, call center supervisor hammasi menda sotuv bilan aloqador. Sotuv bo'limiga kiradi. Faqat men hozirgi pozitsiyam sotuv va menejer, ya'ni boshqaruvdaman. Sotuv bu bundoq qaraydigan bo'lsa, o'zi hamma biznesmenlar boshida sotuv bo'limida ishlagan, call centerda ishlagan. Ya'ni hamma sohaga nima ish qilish, o'qituvchi bo'ladimi yoki bo'lmasam, deylik, shunchaki o'zini biznesini ochadimi? Nima soha bo'lishidan qat'iy nazar, unga sotuv ko'nikmalari kerak bo'ladi. Ya'ni kommunikatsiya, boshida aytganimiz soft skill. Chunki oddiy o'zimizda bo'lgan keys aytadigan bo'lsam, bizda shunaqa topoviy ustozlar bor, lekin ular aynan sotuv boshida sohasida ishlab, keyin teacherlikka o'tgan ustozlar bor. Lekin qaraydigan bo'lsa, eng kuchlilari ham aynan sotuvdan keyin teacher bo'lganlar. Nimaga? Chunki ular biladi kimlar qanaqa ishlash. Chunki sotuv bu psixologiyada, insonlarning psixologiyasini o'rganib, shunga qarab ular bilan muloqot qilish. Ularning ehtiyojini aniqlab, nima xohlayapti oldindan bilib oladi sotuv sohasida ishlasa. Endi ustozlik davom ettirsa ham, masalan, ular nimaga unaqa topoviy bo'lib ketgan, o'quvchiga nima kerak, qanaqa paytda qanaqa reaksiya qiladi va unga qanaqa paytda qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa tipdagi o'quvchilarga qanaqa o'tish kerak va qanaqa gaplashish kerak, ota-onaga nima kerak, har tomonlama analiz qilib, ular topoviy darajaga yetib kelganda. Ya'ni sotuv bu hamma kasblarning bu bazasi. To'g'ri bo'ladi. Shuning uchun men aytardim, aynan mana shu sotuv sohasini to'g'ri baholashligini, ya'ni
bu yoshlarni ayniqsa ish boshlayotganlarni boshlash kerak. Hali qaysi kasb nimaligini bilmayapti, mayli boshlanglar. Ya'ni chunki sotuv sohasi bo'layotgan bu baza. Bu nafaqat kasbni karyera qilmayman desa ham oilada ham kerak bo'ladi bu ko'nikmalar. Shuning uchun sotuv bu hayotimizni eng katta qismini egallab olgan. Menga nima berdi degan savolga javob beradigan bo'lsam, hozirgi pozitsiyam, hozirgi dunyoqarashim, hozirgi mani ishonchlarimni hammasi sotuv sohasidan kelib chiqqan. Mana shu o'qitlarimdan sotuv sohasida ishlaganim uchun o'ylaymanki, men hozirgi pozitsiyadaman. Rizalsko'chi. Xo'p, Rizalskoga keladigan bo'lsak, Rizalsko boya aytib o'tganimdek menga juda ham katta imkoniyatlar berdi. Ya'ni, bunda har bitta o'zi bo'limda o'zini ustozlari bor-da. Ya'ni bizda bo'lim boshlig'i bor, lekin u bo'lim boshlig'i biz boshliqdan ham oldin ustoz. Menda bu pozitsiyada hozirgi paytda Azizbek Iminovlar, ya'ni mani karyeramda, ya'ni mana shu har bitta etapdan o'tayotganimda, nimadir o'rganayotganimda o'rinlari juda ham katta. Men ularni ko'p narsa o'rganganman. Ya'ni xodimga xodim ko'zi bilan qarash emas, ya'ni faqatgina resurs emas, u ham bitta insonligi, uni ham eshitish kerakligi, uni ham o'zini ichki qanaqa desam bo'ladi, emotsiyalari va xohishlari borligi, u ham charchashi mumkin, uni ham tushunish kerak. Ya'ni juda ham ko'p narsa o'rganganman. Shuning uchun men ayta olamanki, что Aziz aka menga nimani imkon berdilar, Azizbek Iminov CEO'miz, qanaqa menejer bo'lish kerak, qanaqa bo'lim boshlig'i bo'lish kerak, ya'ni qanaqa adolatli menejer bo'lish kerak o'rgatib kelyaptilar. Men aytolmayman, что hali o'rganib bo'ldim deb, men hali yo'li juda ham boshidaman. No, baholasa o'ylayman, что oxirigacha o'rgatadilar. Shu. Rahmat sizga kattakon, Madina. Ishingizga omad. Umid qilamizki, bu video sizga foydali bo'ldi. Keyingi podkastlarimizda ustoz-shogird dasturi haqida yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Agar sizga yoqqan bo'lsa bu video, like qoldiring. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozing. Hammaga rahmat.